Assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekiston ta'lim tizimining yorqin bir ko'rinishini namoyish etamiz. Yorqin sinfda bir nechta o'quvchilar matematika fanini o'rganishmoqda. Ularning har biri diqqat bilan ishlamoqda. Ular daftarlariga matematik formulalarni qalam bilan yozishmoqda. Har bir harakatda intilish va bilimga chanqoqlik aks etadi. Bu sahna O'zbekistonning ta'limga bo'lgan e'tiborini va yosh avlodning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini ko'rsatadi. Mana bugun biz 7-sinfi matematikada misollar ishlayapmiz. Zakovatgacha matematika va boshqa fanlarni yaxshi o'rganib, zakovatga chiqamiz. Bu so'zlar o'quvchilarimizning kelajakdagi intellektual musobaqalarga tayyorgarligini va ularning azmini aks ettiradi. O'zbekiston ta'lim tizimi an'anaviy qadriyatlarni zamonaviy yutuqlar bilan uyg'unlashtirib, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Matematika va boshqa fanlarga berilayotgan ustuvor ahamiyat mamlakatimizning kelajakdagi taraqqiyotiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bizning o'quvchilarimiz nafaqat bilim olishadi, balki o'z madaniyatimiz va milliy g'ururimizni ham qadrlashadi. O'zbekistonning yorqin kelajagi uchun bilimli va intiluvchan yoshlarimizga omad tilaymiz.